Bismillahirrahmanirrahim. İtikapta olturuşqa dair ahkamlar. Doktor Abdulaziz Rahmetullah. Bütün hamdu sana ibadet qilishqa loyiq bo'lgan Haq subhanahu va taologa bo'lsin. Bütün dunyoga rahmat qilib avatilgan oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va qiyomatga qadar uningga ergashganlarga oliy ehtirom va salomlar bo'lsin. Ramazanның axırqı 10 günüdə itikafda o'tirishdan iborat fazilatlik sunnat amalning biz Uyg'ur musulmonlariga tashlanib qilayotganligi hammaga ayondir. Musulmonlar masjidlarda itikafda o'tirib, ibodatning fayzini surib, Alloh taolaning mag'firatiga loyiq bo'lishning o'rniga restoranlarning ayrim xonlarida o'tirib, aysh-ishratning fayzini surib, Alloh taolaning g'azabiga loyiq bo'lmoqda. Bu ig'ir ahvolga ichinmay tura olmaymiz. Şuna biz bu maqalimizda mübarek Ramazan ayı münasebeti bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu alohida sünnetini ahya qilish maqsadida itikafda o'tirishdan ibaret bu maxsus ibadet ve onun münasebetlik ahkamlar bilen yaqindan tanışıp chiqishga tirishimiz. İtikafning aniqlamasi. İtikaf degan söz arab tilida bir joyda muqim turish, o'zini bir joyga qamab turish deganlikni bildiradi. İslam şeriatida bo'lsa, jamoat namozi o'qiladigan masjid jamialarda ro'za tutgan holatda muqim turishdan iboratdir. Itikafda o'tirishning hukmi. Itikafda o'tirish odatdagi ahvolda sunnatdir. Chunki bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam izchil davomlashtirgan ibodatdir. Ammo itikafda o'tirishni nazar qilgan ahvolda uning hukmi vojib bo'ladi. Sahihayndagi hadisda Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ge kelgenden tartib ta ki vafat bulğanğa kadar Ramazan'ның ahırkı 10 günüde itikafta o'tiratdi. İtikafta o'tirish ilgirki ümmetlerde mu tunulgan bir ibadet bulup, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mundaq degan: Estaizu billah. İbrahim bilen İsmailga uyumni, yani Ka'bamni tavaf qilg'uvchilar, itikafta o'tirg'uvchilar, ruku qilg'uvchilar, sajda qilg'uvchilar uchun pak tutishni buyurdik. İtikafda o'tirish ibadeti jahiliyatdagi arablarga ilgirki İbrahim ve İsmail aleyhisselamlar şeriatidan miras qilgan bo'lib, Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma rivoyat qiladi ki, Ömer radıyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'din: "Men jahiliyatda Masjid-i Haramda bir kecha itikaf qilishga nazar qilgan edim" deb so'ragan edi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nazaringni ado qil dedi. İtikafda o'tirishdan maqsad Allah Taala meni ko'rib turadi degan tuyg'u bilan bo'sh vaqtlarda Allah Taolaga butunlay yuzlanish orqali dilning safligini qo'lga keltirish bo'lib, bu ibodat ro'za tutgan holatda ixlos bilan ado qilinsa, Allah Taolo eng yaxshi ko'radigan ibodatlarning biri bo'ladi. Ba'zi olimlar bu ibodatga mundaq deb misol keltirgan: Itikafda o'tirgan kishi xuddi bir hojat bilan birining darvozasiga kelib, "Meni mag'firat qilmoqcha bu joydan zodi ketmayman" deb turolgan kishiga o'xshaydi. Itikafda o'tirgan kishi tijoratidan, bola chaqalaridan, o'yin tomoshalaridan, do'st yoralaridan, umuman butun dunyodan mehrini to'liq o'zib, barliq vujudi bilan Alloh taologa qulluq izhor qilib, Allohning baytiga o'zini qamab, hamma vaqtini Allohning huzurida turib zikr, tilovat, tasbih ve nafl ibadetlerini qilishga sarf qilib, Cenab-ı Allah'ның mag'firati, fazli ve rahmetiga loyiq bo'ladi. Bir muddat shundaq ruhoniy paytlarning fayzini surgan, yaratgan Rabbiga qulluq qilishning ta'min etadigan kishi itikafdan chiqqandan keyin dunyoga birilish, foyda manfaatga o'zini urish, vijdonsizlik qilish, umuman Alloh taologa osiylik qiladigan past ishlarga osonlikcha yaqin yo'lab qilmaydi. İtikafda o'tirgan chaqlardagi go'zal tuyg'u, imoniy kayfiyatlar uning barliq ish harakatlariga o'chmas izlarni qoldiradi. İtikafda o'tirgan kishi hayotida odatlangan barliq osal odatlarini to'liq tashlab, odat qulluqidan ozod bo'lib, ibodatning ta'min etadi. Undaq nachar odatlarni qilmaymi, yashag'ili bo'ladiganligini tushunib yetadi. Jamiyatdagi kishilar orasida bo'layotgan takabburlik, menmenchilik, ko'z-ko'z qilish, shuhratparastlik, nayranvozlik, pastkashlik, munofiqlik, xoinlik, kayib sapa, raqobat, saxtipazlik, riyokorlik, piqsiqlik,
o'ch adovat va hokazolarning hammasining ahmoqona ishlar ekanligini, haqiqiy baslishish degan toat ibodatlarni, solih amallarni qilishda Alloh taolaning rahmat va rizvoniga erishish uchun tirishdi ekanligini tunib yetadi. Birər bende yaratgan egisining uyi bo'lgan masjidga mehmon bo'lib kelib, barliq bilan egisiga bandichilik izhor qilsa, fazli karami cheksiz, iltifot haddi hisobsiz, rahmati hamma narsani qoplagan, kechirguchi, rahim shafqatlik Alloh u bandisini quruq uzutib qo'yarmi? Hergiz undaq bo'lmaydi. Uni chuqum o'tdan ozod qilib tilginini va jannatdan o'rin berib qolmasdan, balki yana jannatdan yuqori martaba maqam berib uzutishi turg'anli gap. Itikofda o'ltirishdan qo'lga keladigan foydalar. Itikofda nurg'ulg'an hikmat va sirlar, shundaqla xosiyatlar bordir. İnsanning barliq amallari diliga bog'liq. İnsanning dilini foydasiz ishlar egilab, mashg'ul qilib, uni Alloh taologa to'liq yuzlanishdan to'sib qo'yadi. Xotun, bola chaqa, o'yin tomosha, restoran ziyofatlari, behuda paranglashib o'tirish qatorliqlar bilan mashg'ul bo'lish dilning diqqatini chechib yetadi. Dilini oxiratlik uchun o'ylashdan mahrum qilib qo'yadi, g'aflatga soladi. İnson itikofda o'tirish orqali bu narsalarning qamal qilib olishidan xalos bo'ladi. Itikofda o'tirishdan qo'lga keltirgili bo'ladigan foydalarni tuvandagidek xulosalashga bo'ladi. 1. Qadr kechasini ko'zlash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam asosan qadr kechasini ko'zlab itikof qilgan. 2. İnsanlardan üzülüp Alloh taologa munojat qilish. 3. Qalbni Alloh taologa to'liq yuzlanadigan qilib tuzash. 4. Sab taat ibodat bilan mashg'ul bo'lish. 5. Ro'zini uningga ta'sir yetkazadigan barliq nafsoniy havaslarning ta'siridan qo'g'dash. 6. Mubah bo'lgan dunyo ishlarini azaytib, foydasiz ishlarni tashlashga, rohat farog'atdan sal yiroqlab, oddiy soddaliqqa odatlanishga, g'aribani yeb ichish va yetib qopishga, issiq yotgan ko'rpsini tashlab, qattiq yerda uxlashga Alloh roziligi uchun ma'qul keladi. 7. Masjidda o'ltirishga ko'nish. İnson dastlabda masjidda uzun o'ltirolmasligi mumkin. Keyin ko'nib Allohning uyida ko'ngli arom topadi. Masjidni suydi. Masjidni suygan kishi qiyomat kuni Alloh said etadigan 7 kishining biri bo'la oladi. 8. Masjidda namozni kutib o'tirgan kishiga namoz o'qib turganning savobi yetadi va farishtalar istig'for aytib turadi. İmam Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: Sizlarning biringlar tahoratini sundirib etmasdan namoz o'qigan joyida o'ltirdi ekan, uni bola chaqalariga qaytishdan faqat namozla to'sib qolgan bo'lsa, farishtalar uningga: "Ey Alloh, uni mag'firat qilgin, uningga rahmat qilgin" deb duo salom yo'llaydi. 9. İtikofda o'tirganda jamiyatimizda keng tarqalgan tamaki chekish, naqshi musiqa anglash, televizor ko'rish, aqida va axloqqa zid paranglarni selish qatorliq nachar odatlarning din va jamiyatga ziyonli haqiqiy abdi basharasi ichiladi. İtikofda o'tirgan kishi taloga chiqib tamaki tutashtirmaydi. Amroq naqshisini anglamaydi. Demak, itikofda o'tirish yomon odatlardan qutuladigan, tavba qiladigan muhim bir fursat. İtikofda o'tirish sabrchanlikni yetildiradi. Nafsini tizginlatadi, ko'ngan nurg'un huzur halovatlik ishlardan voz kechalaydigan qiladi. 11. İtikofda o'tirganda Qur'onni bir qitim tugitib o'qib olg'ili bo'ladi. Qur'on o'qishni bilmaydiganlar o'rganib olg'ili, hech bo'lmasa Qur'onning Uyg'urcha tarjimasini bo'lsa-mu bir qitim boshdan oxir o'qib chiqish fursatiga ega bo'lg'ili bo'ladi. 12. İtikofda o'tirganda kechada tahajjud namozi o'qish fursati qo'ldan ketmaydi. 13. İtikofda o'tirganda 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qish fursatiga erishadi. 14. İtikofda o'tirganda tarovih namozini imom bilan to'liq o'qish fursatiga ega bo'ladi. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki toki imom qaytganga qadar uning bilan tarovih namozini birga o'qisa, uningga butun bir kecha tahajjud namoz o'qiganning savobi yoziladi. Payg'ambarimizning bu sunnatini yashartayli. İtikofda o'tirishdan iborat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qilgan bu muhim sunnatning diyorimizda tashlanib qolganligi haqiqatan afsuslanarli ishlarning biridir.
Şoňa imkaniýet tepilgan takdirde Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu sünnetini ýaşartyşymyz, bu ibadetden golga keladigan Janaby Allah'nyň inamlarından mahrum kalmaslygymyz lazım. Tabiinlardan Zühri mundaq diýdi: Kişilerning etikapda olturuş sünnetini taşlap koyganlygy hakikaten ajablanarlik iş. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem etikapda oturuşny Medinege kelgenden tartyp taky wafat bolganga kadar qat'y taşlap bakmagan. Bu sözünü aytgan tabiinlar bugünkü ahwalymyzy körgen bolsa nima der edikin taň? Keyinki kısımda hükümler doğrusunda toxtalymyz inşallah.